Assalomu alaykum do'stlar. Demak, biz raspakovkani boshladik. Buni o'sha Stuttgart shahriga borganimda Mercedes-Benz muzeyidan xarid qilgan edim. Ko'rsatmagan ekanman korobkaning ichida nima borligini. Hozir sizlarga ko'rsataman. Qani ketdik. Xo'sh, demak, mana shunday ajoyib korobkasi bo'ladi. Mercedes-Benz muzeyi yozuvi ostida. Mana shu korobkani o'zi 1 yevro turar ekan. 15 ming so'mga yaqin. Korobkani endi ichidan eng Oh my god! Wow! asosiy narsasi mana shuni xarid qildim. 10 yevro narxi. Mercedes-Benz G-Class Gelik. Rahmatli Farhod Manopovning gapi bor edi-yu. 350 ming dollar. Nasib xudo xohlasa aka, odam qilgan ish odam qiladi. Mana bu turib turgan bo'lsa, erishamiz. Siz ham bilan. Yaxshi niyatda mana shuni olganman. Eshiklari ham mana bunday ochiladi. Shiq o'tib yopiladi ham. Shunaqa gaplar. Xo'p, keyingisi. Demak, bu cheki qancha olganligim haqida mana shunday bo'yinga taqqichi. Bunda ham o'sha Mercedes-Benz muzeyi yozuvi ostida. Xo'p, yana bir asosiy narsani, bu ham o'sha 10 yevroga yaqin pulga olganman. Bu o'sha demak kalitlarni birlashtirib qo'yuvchi narsa. Demak, tushunasiz. Xohlasa mashina olsam, mashinamga qo'yib qo'yaman degan ma'noda mashinamning kalitini. Bu yerda qarang, 3 ta nimasi bor, kalitlarni birlashtiruvchi zanjirlari bor. Demak, bittasi xudo xohlasa bo'lajak uyimizniki bo'ladi, kaliti turadi. Xo'p, bittasida o'sha ofisning kaliti turadi, xudo xohlasa, va bunisida esa o'sha mashinaning kalitini qo'yib qo'yamiz. Mana shunday yaxshi niyatda xarid qilgandim. Xudo xohlasa o'zim olsam, bitta qanaqadir mashina bo'lishidan qat'iy nazar, mashinaning rusumidan qat'iy nazar, xudo xohlasa o'shanga qo'yib qo'yaman degan ma'noda. Lekin nima deydi? So'rovnoma yozganimda ham ko'pchilik yozdi, menga Mers, menga BMW, lekin bu tanlovni negadir odam tanlay olmaydi. Nima uchun BMW ni tanlaydi, nima uchun Mersni tanlaydi, lekin meni tanlovim mana shu Mercedes-Benz. Va xudo xohlasa bunga ham bir kun kelib erishamiz inshaalloh. Buni juda ham qattiq orzu qilaman, mana shunday mashinada ota-onam bilan birga, yaqinlarim bilan birga yurishni va xudo xohlasa inshaalloh nasib qiladi. Shunaqa gap do'stlar. Yaxshi niyat qilishdan, yaxshi orzu qilishdan charchamang. Va albatta ular orzular amalga oshish xususiyatiga ega. Shunaqa gap bo'lsa, charchamanglar, sog' bo'linglar, kuninglar yaxshi o'tsin.